Toshkentda boquvchisini yo'qotgan, otasi olamdan o'tgan bolajonlarimizni xursand qilamiz. Albatta, Ichki ishlar vazirimiz general-leytenant Aziz Anvarovichning tashabbuslari bilan mana muborak juma kunida bolajonlarimizni xursand qilish maqsadida qo'chqorlar suyulib, ehsonlar qilindi. Mana go'shtlar, kartoshkalar qop. Xudo xolasa ko'ngillarini shod qilamiz bolajonlarimiz. Mana shu Toshkent atrofi, mana hozir biz Mirzo Ulug'bek tumani geofizika qo'rg'onidamiz. Keyin mana Yugnaki ikki tomonga bo'lindik-da, hozir 5 ta oilamizga bu yoqqa, 5 ta oilamizni sherigimiz Yuqori Chirchiq, O'rta Chirchiq u yo'nalish bo'yicha olib ketdilar. Maqsadim mana shu ibrat uchun sizlarga bir ko'rsatib beraman. Bir duo qilib qo'ysalaringiz bo'ldi. Ko'ryapsizlar, mana ichki ishlar sohasi vakillari nafaqat yurtimizni daxlsizligini qo'riqlashda, albatta saxovatda ham o'zlari ko'rsatib ibrat bo'lib kelmoqdalar har sohada. Mana hozir shu yigitlar ham rahmat o'zlari. Men monli yigitlar, monliman-ku. Alohida vazifalarni bajaruvchi yigitlar bular, ichki ishlar sohasi vakillari. O'rtoqlar, bir duo qilib qo'yinglar. Vazirimizni, ichki ishlar vazirimizni, qo'l ostilaridagi mutasaddi rahbarlarni, barcha hissasini qo'shgan insonlarni duo qilib qo'yinglar. Yetimni boshini silash eng ulug' amal, eng ulug' savob. Shu insonlar sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Avvalambor bizga bosh bo'lib turgan yurtboshimizni umrlari uzoq bo'lsin. Albatta ushbu videomizni sizlarga ilindim, bir ibrat uchun